UFC'da eng ko'p kutilayotgan jang bu Ilia Topuria va Charles Oliveira'ni jangi. Nimaga? Chunki bilasizlar, 70 kilogramm UFC'da eng ko'p ko'riladigan janglardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni u yerning jangchilarini ko'pchilik muxlislar kuzatadi. Habib, Conor, undan oldin Frankie Edgarlar bo'lgan, ya boshqa jangchilar bo'lgan. Va eng UFC'ning yulduz jangchilari ham aynan mana shu vaznda. Eng ko'p yulduzlar mana shu vaznda yig'ilgan. Va bu janglarni albatta hammamiz qiziqish bilan kutamiz. Va mana bu Ilia Topuria va Charles Oliveira juda ham qiziq jang bo'ladi va meni eng qiziqtirgan janglardan bittasi. Men to'g'risi Ilia Topuria UFC'ga 70 kilogrammga o'tishdan oldin taxmin qilgan edim. Menimcha yo Oliveira bilan urishtirishadi, yo bo'lmasam Tsarukyan bilan. Chunki Maxach bilan urushtirish ehtimoli juda ham kam edi. Chunki Maxach eng tarixiy, eng zo'r buyuk chempionlardan hisoblangan Volkanovskini yutib qo'ygan va u uchun bu jang unchalik qiziq emas edi. Va mana bu Topuria va Oliveira'ning jangi juda ham chiroyli tashkil qilindi va kim matchmaker qilgan bo'lsa ham haqiqatan UFC'ni matchmakerlari ishlashni bilishidan bu darak. Xo'p do'stlar, bu jangda nimalar hal qilishi mumkin? Topuria Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Birinchi o'rinda biz har doimgidek nima qilamiz? Ularni imkoniyatlarini taqqoslab chiqamiz va endi qolgani jang vaqti aniq bo'ladi. Topuria yosh, eng birinchi o'rinda Topuriani eng ko'p aytilayotgan va tilga olinayotgan narsasi bu albatta uni tezligi. Tezligi, qo'l zarbalari haqiqatan ham tez va uni ustiga kuchli ham. Kuchli va u haqiqatan ham masofani tez qisqartiradi. Tezda yoningizga kelib qoladi. Birdaniga 1-2 qadam bilan yoningizga keladi. Klassik boks harakatlaridan foydalanadi ba'zida va yoningizga keladi va tezda zarba beradi. Ko'proq zarbalar qo'l ustidan keladi unda. Va tana qismiga qo'l ustidan. To'g'ridan berilgan zarbalardan kamroq foydalanadi Topuria, chunki uni rechaklari mana shunga moslashgan. Va kurashi endi ba'ziday adashmasam uni Ilia Topuriani ba'ziday kurashi bu Grek-Rim kurashi va barbadan chiqqan. Ne olsak, bilasizlar, Gruziya barbasi, ya'ni Gruziya kurashi, erkin kurash, o'sha juda ham ularda zo'r rivojlangan va haqiqatan ham ular yaxshi kurasha olishadi va u yerda yaxshi maktab shakllangan va etnik gruzin hisoblangandan keyin, uzr, kechirasizlar, gruz devorman. Etnik gruzin hisoblangandan keyin Ispaniyaga borman, masalan, u o'zini holatini yaxshilagan va Yevropada ko'proq yunon-rum kurashini yaxshi ko'rishadi va o'sha yerda yana ham rivojlantirgan o'zini. Boks haqiqatan ham klassik boksni ishlatadi, juda ham chiroyli ishlata oladi. Qo'l zarbalari tez vazniga nisbatan va oyoq zarbalari unchalik ham ishlatilmaydi. Unda qo'l asosan oddiy uslub, qo'l va kurash bo'ldi. Xo'p, raqiblarini u asosan nokautlar bilan g'alaba qozonyapti. Va bilasizlarmi do'stlar, men bitta narsadan xavotir olaman. Uni ko'pgina chempionlarni, faqatgina umuman tarixdagi juda ham ko'p chempionlarni aynan mana shu uslub, ya'ni men o'zimni uslubim bilan nokaut qila olaman, men nokaut qilish qobiliyatiga egaman, meni zarbam kuchli degan narsa aura uni yengib qo'ymasin deb xavotir oladi. Nimaga? Chunki har qanday raqibini yiqita olyapti. Max Holloway tarixda hech kim nokaut qila olmagan jangchini stoykasi eng zo'r deb topilayotgan jangchilardan bittasini nokaut bilan yuta oldi va bu uni minusiga o'ynab qo'ymasa deb qo'rqasiz. Chunki haqiqatan ham Ilia Topuria Max Holloway bilan juda ham chiroyli jang qildi va nokautga uchratdi va bu jangda ham men qo'lim bilan nokaut qilaman uni va zarbalarim aniq nokaut qiladi deb ishonib qolsa, Oliveira bunaqa xatolarni kechirmaydi. Oliveira bitta xatoyingiz, bitta shunday stoykada bitta xato qildingiz, bir zarba sizni yiqitib qo'yishi mumkin. Bitta kurashga yiqildingiz yoki noto'g'ri bir asok qildingiz, bo'ldi. Oliveira xatoni kechirmaydi. Va Topuriada mana shu narsani juda ham kuchli qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni u psixologik tarafdan o'ziga keragidan ortiq ishonib yubormasligi kerak va u keragidan ortiq ishonib yuborsa, Oliveira birdan jazolaydi. Oliveiraning taktikasi oddiy, u juda ham ko'p mag'lubiyatlarni ko'rgan, nokaut bilan
mag'lubiyatga uchragan, og'irtish usuli bilan mag'lubiyatga uchragan va juda ham ko'p tarixdagi eng zo'r jangchilar bilan jang qilib ko'rgan va u oldin ham 66, xuddi Oliveira bilan Tapure bir-biriga o'xshaydi. Oliveira ham oldin 66 kilogramda jang qilgan, lekin 66 kiloda Oliveirani omadi kelmagan. Omadi kelmagan va keyinchalik 70 kilogramga o'tib chempionga aylandi. Hattoki dominant chempion, ya'ni dominant degani uni hali bular odam yuta olmasa kerak degan bir xayolga ham borgan edik. Va oqibatda mana Oliveira chempion ham bo'ldi, Makhachev uni yenga oldi va hozircha faqat Sarukian va Makhachev uni yenggan bir jangchilar qatorida turishdi. Va ana endi Tapurani menimcha yenga olishiga, Oliveirani yenga olishiga juda ham katta imkoniyat bor. Oliveira Tapurani yenga olishi mumkin. Qanday holatda? U faqat psixologik holatini yaxshilay olsa, yenga olishi mumkin. Nimaga? Oliveirada Tapuraga qarshi hamma narsa bor. Qo'l zarbalari, kuch, masalan, tirsak zarbalari juda ham zo'r. Yakka tartibdagi zarbalari juda ham zo'r. Oyoq zarbalari, to'g'ridan beriladigan oyoq zarbalari Oliveira'niki juda ham xavfli va uncha bo'yi past odam Oliveiraga yaqin kela olmaydi va Oliveira uzoqdan masofani saqlab ushlay oladi. Tapure zarbasini tekkizish uchun unga yaqinlashish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Oliveira Tapurani kurashidan qo'rqmaydi. Uni jujitsuda Tapuredan qo'rqadigan narsasi yo'q deb o'ylayman. Aksincha, Tapure Oliveirani kurashidan qo'rqsa bo'ladi. Nima uchun Tapure bemalol Max Holloway bilan bemalol urusha oldi, bemalol zarbalarni bera oldi? Chunki Hollowayni kurashidan qo'rqmadi Tapure. Bu yerda Oliveirani kurashi boshqa darajada, jujitsusi boshqa darajada. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, o'tmaydi, boshqa narsa, Islom Makhachevga o'tqiza olmadi, boshqa narsa deyishingiz mumkin. Islom Makhachevni kurashi bilan Tapurani kurashini umuman farqi bor va ularning darajasi boshqa kurashda. To'g'ri, stoykada Tapure to'g'ri bitta zarba qattiq tegdi, bo'ldi. Tapure Oliveirani yiqitib qo'yishi mumkin. Oliveirani yiqitib qo'yish mumkin bitta zarbasi bilan. Lekin Oliveira agar ochilib ketadigan bo'lsa, ochiladigan bo'lsa, men bekorga aytmayman, psixologiyasiga juda ham psixologiyaga bog'liq bo'ladi bu jang. Psixologik kurash ketadi bu yerda. Psixologik kurash juda ham kuchli bo'ladi bu yerda. Chunki bittasi juda ham o'ziga ishonib yubormasligi kerak, juda ham o'ziga ishonib xato qilib qo'ymasligi kerak. Bittasi agar ishi o'xshamay qoladigan bo'lsa, juda ham psixologik tushib qoladigan odati bor. Ya'ni Tapure agar Oliveirani 2-3 uradigan bo'lsa, Oliveira o'rnidan turib oldingidek jangni davom ettira olmasligi mumkin. Mana shu taraflama ikkalasi ham psixologik tarafdan tayyor bo'lish kerak bo'ladi va jismoniy tarafdan tayyor bo'lishiga mana shubham yo'q. Texnika jihatidan Oliveirada to'g'ridan oyoq zarbalari, to'g'ridan qo'l zarbalari, Tapurani yaqinlashtirmoqchi uchun hamma narsa bor, bosim bor va Tapurada uni to'xtata oladigan, Oliveirani to'xtata oladigan zarba kuchi bor va tezligi bo'ladi. Bilmayman 70 kilogramga o'tgandan keyin Tapure qanday jang qila oladi. Chunki u oldin 61 kilogramda bo'lgan, keyin 66, keyin 70 ga o'tdi va bo'yi pastlik qilib qolmasmikin degan savol. Chunki bo'yi past sportchi, haqiqatan ham Tapurani bo'yi past, Oliveirani bo'yi baland va Oliveiraga yaqinlashish o'zi bo'lmaydi va jismoniy kuch Oliveira tomonda bo'ladi. Lekin bu jangda qanday yordam beradi ikkalasiga, buni jang davomida ko'ramiz. Hali bu mavzu tugagani yo'q. Hali biz podkast qilamiz va bu mavzu haqida gaplashamiz. Menga hozir qiziq, har bittalaringizni kommentariyada sizlarning yozgan fikrlaringiz menga juda ham qiziq. Va men ishonamanki, sizlar qo'llab-quvvatlab kommentariyada o'z fikrlaringizni yozasizlar. Like, mana shu videoda men umid qilaman 2000 tadan o'tadi xudo xohlasa va biz yana oldinga harakat qilishni boshlaymiz. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Men oddiygina tahlilchi, sportchi bo'lib turib, shunchalik meni hurmat qilib kuzatayotganlaringga rahmat va yana ham davom ettirasizlar degan umiddaman. Hammalaring sog' bo'linglar.